Ustilar uchun qo'llanma testlarni yaratish. Demak, botga kiramiz va start tugmachasini bosib, bot kanaliga obuna bo'lamiz. Tasdiqlaymiz. Va bu yerdan chiqqan menyulardan o'sha yaratish bo'limiga kirib olamiz. Bu yerda dastlab menyu ochilganda ma'lumotlar bo'limi bo'sh bo'ladi. Xo'p, shu ma'lumotlarni to'ldirib chiqishimiz kerak. Ya'ni, birinchi o'rinda ma'lumotlarni sozlash bo'limiga kirib olamiz. Bu yerga kirganimizda o'sha ma'lumotlarga kirit deydi. Ism, familiya, Telegram kanal, telefon raqam, hammasi ixtiyoriy. Xohlasak kiritmasak ham bo'laveradi. Testni tugash muddati va bu yerda test savollari soni. Misol uchun men test savollarini 4 ta qilib belgilayman. Va izoh. Hammasi tayyor bo'lgach, saqlash tugmachasini bosamiz va bu menyudan chiqib ketamiz. Chiqib ketdik. Endi esa o'sha kalitlarni sozlash bo'limi orqali barcha kalitlarni kiritib olaman. Mana 4 ta savol ochilgan o'zi avtomatik. Hop, mana kalitlarni kirityapman va har bir savolga ball bersak bo'ladi. Ya'ni misol uchun 1 2 yo'qmasam 3 1 yo'qmasam 8 shunaqa har bitta savolga ball qo'yib chiqishim mumkin. 189 ball berdim birinchi savolni bilgan odamga. Mana demak, bu menni ham saqlash bo'limini bosaman va hammasi tayyor bo'ladi. Ikkita bo'lim tayyor, ma'lumotlarni saqlash va hop, kalitlarni sozlash bo'limlari tayyor va 3-bo'limga o'tamiz, sozlashni yakunlash. Hop, shunday kirganimizda mana biz kiritgan barcha ballar, hop, test savollarining javoblari va hamma ma'lumotlarimiz kelib chiqadi. Agar biror bir chalalik bo'ladigan bo'lsa, chiqib qaytadan tahrirlashimiz mumkin. Bir chekkadan yozib chiqish shart emas. Shu ma'lumotlar turadi kirsalangani. Endi bu yerda hammasi to'g'ri bo'lsa, demak, yaratish tugmachasi orqali testimni yarata olaman. Hop, yaratildi va menga bot orqali hop yuborildi mana. Ko'rib turibsizlar. Mana hamma kiritgan ma'lumotlarim, test kodi, foydalanish qo'llanmasi hammasi kelib chiqdi. Endi buni kanalimga tashab testni boshlash qoldi xolos.